Nafaqat Abduqodir Husanov bilan faxrlanyapmiz. Turkiya davlatlar tashkilotida futboli nuqtai nazaridan bundoq olib qarasangiz rivojlangan davlat. Turkiya chempionatining eng sermahsul to'purari bugungi kunda Eldor Shomurodov. Eldor Shomurodovni taxtga o'tkazib, boshiga toj kiygizib qo'yib rasmini chiqarishyapti. Qoyil. Biznikilar emas. Qoyil. Turkiyadagilar qilyapti bu narsani. Abbos Fayzullayev oxirgi uchrashuvda Turkiya chempionatida birinchi davra yakunlandi. Oxirgi tur 17-tur o'yinida ham o'zi gol urdi, ham gol urishga yordamlashib uzatma berdida 10 ballik tizimda ikkala jamoa ishtirokchilari o'rtasida 9-14 ball qo'yapti xorijlik ekspertlar. Hali O'zbekiston O'zbekni bolasiga Jahon chempionatiga omadi chopib chiqib qoldi. Kimdir haligi qulog'idan tortib, yo haligi bir boshqalar kuchsizlangani uchun emas, O'zbekistonni o'zida futbolga munosabat o'zgargani uchun, O'zbekistonni o'zida infrastruktura yaxshilangani uchun futbol rivojlanyapti.